2025-iyul 1-iyul kuni soat 19:00 da Sevimli TV kanalida Kechir O'zbek serialining kutilgan 26-qismi efirga chiqadi. Bu voqeani o'tkazib yubormaslik kerak. Syujet tomoshabinni hayajonda ushlab, insoniy his-tuyg'ular va munosabatlarning yangi qirralarini ochib beradi. Ushbu qismda kutilmagan burilishlar bo'lib, ular tomoshabinlarni hayratda qoldiradi. Qahramonlar kechirim yo'lini topa oladimi yoki ularni yangi sinovlar kutmoqda? Kechir bu shunchaki serial emas, balki o'zbek kinosining durdonasi. Har bir qism sevgi, xiyonat va umidning murakkab to'qimasiga sho'ng'ish imkonini beradi. Rejissyorlik ishi a'lo darajada, nozik dialoglar, ta'sirchan aktyorlik va atmosferik musiqa to'liq singib ketish hissini yaratadi. Ssenariy mualliflari qahramonlar xarakterini mohirlik bilan ochib, har bir qadamiga hamdard bo'lishga majbur qiladi. 26-qism eng ta'sirchan qismlardan biri bo'lishni va'da qilmoqda. Anonslarga ko'ra, mavsum davomida yig'ilgan ziddiyatlarning kulminatsiyasi bizni kutmoqda. Serial drama va yorqin umid lahzalari o'rtasida muvozanatni ajoyib ushlab turadi. Bu uni har bir tomoshabinga yaqin qiladi. Efirni o'tkazib yubormang, bu his-tuyg'ular va kashfiyotlarga to'la kech bo'ladi.